Axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan nazorat ostidagi shaxslarning xulq-atvori ustidan ta'sirchan nazorat olib borish, jinoyat sodir etish xavfini barvaqt aniqlash kabi profilaktik tadbirlarni tizimli amalga oshirish maqsadida Oltinko'l tumani Ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya guruhi hamda aloqador tashkilotlar bilan hamkorlikda tadbir tashkil etildi. Olib borilgan sud jarayonida probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning muammolari va ularni qiziqtirgan masalalar yuzasidan murojaatlari atroflicha o'rganildi. Nazoratdagilarga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni o'tash tartib qoidalari, sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga amal qilishlari, qayta jinoyatlar sodir etmaslik, munosib xulq-atvorda qonunlarimizga itoatkorona munosabatda bo'lish bilan bog'liq tushuntirishlar berib o'tildi. Probatsiya nazoratida turib mehnatga halol munosabat bo'lgan, o'ziga to'g'ri xulosa chiqargan shaxslarga insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanilib, muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Nazoratdagilar, ayniqsa yoshlarni qiynab kelayotgan muammoli holatlar, ularning yashash tarzi, turmush sharoiti va oilaviy muammolari ham o'rganilib, bu borada ularga har tomonlama ko'maklashish zarurligi yuzasidan mutasaddi idoralar vakillari bilan o'zaro hamkorlikka kelishib olindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Oltinko'l tuman sudiga kiritilgan taqdimnomalar to'liq qanoatlantirildi. Jinoyat ishlar bo'yicha Oltinko'l tuman sudi tomonidan Oltinko'l tuman Ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhini bir qator mahkumlarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish haqidagi taqdimnomasi tuman prokurori yordamchisi ishtirokida, shuningdek tuman IB probatsiya bo'limi vakili qatnashuvida ko'rib chiqildi. Mazkur taqdimnomaga asosan jinoyat ishlar bo'yicha sudlarning hukmlari bilan sudlangan bir qator mahkumlar jazoni o'tash tartiblariga, muddatlariga rioya qilganligini va o'zlariga tegishli xulosa chiqarib olganligi ko'rsatilgani sababli mazkur mahkumlar sud muhokamasida taraflar fikrini eshitib chiqilgandan so'ng jinoyat ishi bo'yicha jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. Shuningdek, tadbir tashkilotchilari tomonidan sud huquq sohasida fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini yanada izchil hamda samarali muhofaza qilish yuzasidan tushuntirishlar ham berib o'tildi. Tuman probatsiya guruhi nazoratda turgan 8 nafar shaxslarga nisbatan ular jazoni o'tashda namunali xulq belgilangan jazoni tegishli qismini o'tab bo'lganligi sababli tuman probatsiya guruhi vakillarining tegishli taqdimnomasiga asosan sayyor sud bo'lib o'tdi. Mazkur jazodan ozod etilgan shaxslarni sog'ligi holati va bandlik holati alohida nazoratga olinib, tegishli ishlar tashkil qilindi. Ya'ni mazkur jazodan ozod etilgan shaxslarning 5 nafari yoshlarni tashkil etib, ularni hunarmandchilikka va shu kabi boshqa foydali mehnatga va tadbirkorlikka yo'naltirish ta'minlandi. Shuningdek, qolgan jazodan ozod etilgan shaxslarga nisbatan ham ularni bandlik, sog'ligi holati bo'yicha alohida nazorat ishlari olib borilmoqda. Bu kabi tadbirlar nazorat ostidagi shaxslarni to'g'ri yo'l sari yetaklab, ularning qalbida vatanga muhabbat, oilaga sadoqat tuyg'ularini uyg'otishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.